Yuqori qon bosimini faqatgina dorilar bilan emas, balki hayot tarzini o'zgartirgan holda ham nazorat qilish mumkin. Hozirda ilmiy isbotlangan 4 ta faktni keltiraman, oxirgisi albatta sizga yoqadi. Birinchi usul ko'proq yurish. Kuniga yarim soat piyoda harakat qilishingiz natijasida organizmingizdagi mayda qon tomirlarida qon aylanishi yaxshilanadi. Buning natijasida katta qon tomirlarda to'plangan ortiqcha qonning hajmi mayda qon tomirlarga boradi va bu qon bosimini normallashtirishga yordam beradi. Ikkinchi usul bu vazn tashlash. Ilmiy isbotlangan ma'lumotlarga qaraganda, har tashlangan 10 kg vazn qon bosimingizni 10 mm simob ustuniga tushishiga yordam beradi. Masalan, diastolik qon bosimingiz 150 mm simob ustuni bo'lgan bo'lsa, 10 kg vazn tashlash buni o'rtacha 140 mm simob ustunigacha bo'lishiga yordam beradi. Uchinchi usul osh tuzini cheklash. Ya'ni kunlik norma 3 gram osh tuzi hisoblanadi. Osh tuzini cheklashning eng yaxshi usuli yarim tayyor mahsulotlar, kolbasa va konserva mahsulotlaridan voz kechish hisoblanadi. To'rtinchi usul esa albatta uyquni normallashtirish. Kunlik 7-8 soat uxlasangiz, birinchidan uyqu vaqtida stress gormonlari kamayadi, qon tomirlari dam oladi va bu esa arterial qon bosimini normallashishiga olib keladi. Yanada foydali ma'lumotlarni olish uchun ushbu sahifaga obuna bo'ling.